bu yurtqa qadiming yetganligini bilib qolsam, xabarangni o'zim qo'piraman. Unutib qolmasizlar Qambarni Saxinim. O'zlarining mo'chil bir qizi bor. Kolining beshiga kelgan kunni Mo'zayning beshiga kelmaydi deb hech kim aytolmaydi. Haddingdan oshma. Kimga gap qilayotganingni bilamsan? Angoyaq tursan-ku. Kelib meni bo'shatib etmabsan. Haddingdan oshma. Ma'qul. Qambar hocam, bo'g'aydi. Eringizdan bu uy kelib ketib yurgandan xabaringiz bormidi? Kelarkan mayli chaplashidi ekansiz va. Xo'jakingiz-chi, sizdakda necha-nechalarni gapga unutib, bugunga ulashgan. Xotin kishi bo'lsam-mu, erkakdek yashaydigan ayolman. Men siz bilan hargiz to'y qilolmayman. Uni mumkin emas. Mening sizga tekkinim tekkan. Mening Qambar. Qani desizlar? Qo'lig'im siladi. Voy yuragim. Voy mening dardlik yuragim. Qemarg'a tikilgan xotin. Oyshem Ismoil Tabassum. 36-qism. Mehrinsa xonim shundoq deb ma'nilik kuldi. Ammo Qudduslanqoning chiroyi totirib ketdi. Undaq emas-ku xonim. Naman begim qazo qilg'ili endi deqa 50 kun bo'ldi. 105 bu uyga begim qazo qilib 1 oy bo'lay degandan boshlab kelib ketgan tursa, buncha tezlik qo'saqlarda qolgan bo'lsa, bu sen nimaga jiddiyliksan? Sen berib men deganda qisangla bo'ldi. Boshqa ishga o'zim bor. Tevib ketgandan keyin bizning Og'ich xonim 105 dan qo'rsaq ko'tiribdi degan gapni taqib etishni unutib qolmasangla bo'ldi. Ay, xonim, bu bala Jabbarning emas-ku, ha? O'lgin kelmagan bo'lsa, Jabbar degan gapni unutib ketdi. Qudduslanqoning titrab turib degan shu bir ig'iz gapini Mehrinsa xonimning dahshatli voqirishi jimiq turdi. Qudduslanqa kaniga bir qadam dojib, o'ziga g'azab bilan chakchiyib qarab turgan Mehrinsa xonimdan ayminib, yerga qarab turib oldi. Men kimning desam, bola shuning. Naman degan cho'loq bilan 10 necha yil uy tutib, mushukning oslinchilikmi bir balam bo'lmadi? Endi oran pasti bo'yimda qolganda, bu balani qandaqlik qilib bo'lsin, tug'masam bo'lmaydi. Acaba erim yo'q holatda uyda o'ltirib tug'ishim kerakmidi? Jabbar degan dayuzning nega yo'qolganini bilgil bo'lmaydi. Vaqti bo'lib ketgan bo'lsa-mu, hayotda bo'lgan bo'lsa, yenimda turib bergan bo'lsa, bu balga egi chiqalaydi. Biroq hozir umi yo'q. Yüz obro'yimni qo'g'dash ham yurt putarab turish uchun bo'lsa-mu, bu balig'ida da topmasam bo'lmaydi. Hozir meni qo'g'diya oladigan, yurt cho'nlarining g'azabidan, noroziligidan qutqizib qola oladigan faqat Sadulla 105 yili bor. Uning peshini tutmasam, men yana qanday qila olayman? Shunga men nima desam shuni qil. Hargizmi sal qarmag'inki, agar bu haqda taloqa yoki xotiningga ko'ssida tinib qo'ydigan bo'lsang, sudamangni o'ldirib etman. Xiyolingda eshib-teshib, menga xotin epadi deb hayajonlanib ketma. Men faqat sening ko'kulingni mazmun tutib turadigan bir ko'zur paydo qildim. Nima demoqchi bo'lganimni tushungan bo'lsang, endi ishingga deydiganni-da, demaydiganni ichingga yutib et. Shuningda hammamizga tinch oromlik bo'ladi. Qudduslanqa Mehrinsa xonimning vahimlik gaplaridan sovuq tarladi. O buyruqqa ma'qul demakdan o'ziga chorasi yo'qligi uningga Mehrinsa xonimga oydin edi. Bu ayolning ispusini chiqarmay shuncha bo'la ishlarni oldin planlab, bu o'yinni xuddi kigiz yasab gul tizgandek bir boshdan to'liq maratlik o'ynab chiqqanligi. Yana kelib shuncha ko'p kishini o'zi bilan tang o'yinga sog'ini Qudduslanqaning aqlini lol qilmoqda edi. Qudduslanqa o'ylanib qoldi. Namancho'loq hayot vaqtida hammaning eg'izida to'liq rahimsiz, yovuz odam deb ta'riflanadi. Lekin o nemish qilsa o'chiq qiladi. Qilaman degan ishini hayol shimayli bittiradi. Mehrinsa xonimdek hech nima qilmaydigan qiyofatga kirib olib,
yuvosh, mehrlik, kuyimchan bo'lib olib ostirdan to'zoq qurmaydi. Ochchig'i kelganda yovuz, yo'lsiz, qor yuz bo'g'ini bilan vaqti kelsa qo'l ostidagilarga to'limi mehribon, kuyimlik edi. ishlarning bir domlopli o'ziga foydasiz bo'lib qolganligini bayqagan Qudduslanqa tengirqab qoldi. Mehrinsa xonimning deganida qissa Sudimma xonimga yetish bo'lmaydi. Lekin Saydullo yuzbeshi kollasini ishlatib qilib, bu ishni tafsili tekshirdiganlar bo'lsa, Mehrinsa xonimning po'qida telib ketishi aniqla edi. O chaqda xonim buyurganda qilgan degan gap oqmaydi-da, bu ishning peshkanligi hammalarni so'rab ketadi. Onun ustiga yuzbeshi bo'sh odam emas. Bu yurtda uning gapi o'tmaydigan odam, buyrug'i oqmaydigan ish yo'q. Agar Qudduslanqa yuzbeshiga al bo'lib, Mehrinsa xonimning suiqasdini uningga deb qo'yishchi. Har qancha o'ylabmi, bu ikki xiyoldan birsiga turolmagan Qudduslanqa bir yoqdan Mehrinsa xonimning buyrug'anlarini o'rinlasa, bir yoqdan mushi ishni muvofiq hal qiladiganning chorasini izlab, o'zini tinglab qoldi. G'amguzar bag'rim anamning ketgini ming dard manga. Dard ila hijron azobi bir umr ulbat manga. Kaşki ahir veslini ko'rsatmagan mudihish pelek. Bu belalık ko'z yeshimning ahiri kulbat manga. Mihribandın ayrılıp kaldım yetim deb oylasam. Dil yaramdın kalgını hiç bitmegen furqat manga. Öntekin studiyasi. Atdigandala bog' orlab mevelik daraxtlarning qo'rg'on shoxlarini kesib yurgan Seyitboy bog' chetidagi o'yilning yeniga kelib qolganligini bilmayla qoldi. O o'yli sirtida turib Gulbahram xonimning to'limi mo'liq o'qigan she'rini angladi va yuragi ezilib, dimig'i ichishib, vujudiga yig'i o'lashdi. She'r to'xtadi. Seyitboy ho'yliga yiqiroq berib quloq silvidi. Gulbahram xonimning buqildab yig'lagan nozik ovozi bilan Zo'rixonning uningga tasalli etib degan so'zlari anglandi. Qizining yig'isiga chidamagan Seyitboymi ixtiyorsiz ko'z yish qildi. Oradan qanchalik vaqt o'tdikin, Seyitboyni noshtaga qishqirib kelgan Zivarnisa erini bog' o'yli darvozasining oldida bir tip o'rik daraxiga yo'linib yig'lab o'ltirgan yeridan topdi. Yuragi jig'ida qilgan Zivarnisa o'qdek berib Seyitboyni yo'lab qo'riq o'yli tarafga mandi. Ular qo'riq o'ylining daloniga yaqinlashganda cho'ng darvozadan kirib bog' o'yli tarafga mangan muallimga ko'zi tushgan Seyitboy izda chippida to'xtab Zivarnisaga lappida qaradi. Aman mo'shindoq bir uchrashib qilishlar bo'ladiganligini oldin mo'ljarlagan Zivarnisa Seyitboyni so'rganchilik qilib yetilab akirib noshta qildirdi. Ondan Gulbahram xonimning dars elishni boshlagandan beri ko'p yaxshilanib ketganligini, chiroyiga qon yugurib, ancha-muncha kulib yuradigan bo'lganligini, fikrlari bilan xushal-xuram turayotganligini Seyitboyga ig'ir bisiqlik bilan tushuntirdi. Ammo texi helala Gulbahram xonimning dardlik naqsi bilan hasratlik yig'isini anglab kelgan Seyitboy Zivarnisaning gaplariga chin bitmadi-yu. Keladigan muallim kap bo'lganda haydib o'tishning o'rni bo'lmaganligi uchun yanala sukut qildi. Atsi tushga yaqin Seyitboy balalarni ko'rib kelishni bahona qilib bog' o'yliga bordi. Bu dal balalarning tushlik tamoqqa o'ltirgan vaqti bo'lib, eshikdan shabsizlik kirib kelgan Seyitboy tashqirqi uyda cho'ng dasturxonni cho'rdab o'ltirib, g'izoga tutish qilgan Gulbahram xonim, muallim Rustam va Abbos Zo'rixonlarni ko'rdi. Bo'sug'a otlishi bilanla Gulbahram xonim bilan muallimchoqning xuddi amriq arxotullardek bir-biriga beqishib, kulishib o'ltirib g'izo yeyotganligi ko'ziga chiliqqan Seyitboy ayonchliq to'lg'andi. Xuddi bu muallimchoq hozirning o'zida Gulbahram xonimni bu yerdan ip ketadigandek tuyulib, yuragi og'ridi.
Zivarnisa to'g'ri debdikan. Haqiqatan Gulbahram xonimning chiroyiga qon va kulgi yuguribdi. Biroq bu kulgi Seyitboyning eng cho'ng xushalligini, Qambarnisa xonimning vafotidan keyingi ko'ngil oromini ip ketmasa bo'g'ini edi. Amdi gapni Mehrinsa xonimning eli mekerlaridan anglaymiz. Saydulla Yüzbeshi Mehrinsa xonimning xonasiga kelib, uning bilan aysh ishrat surishga tayyorlanganda, Mehrinsa xonim uni rad qildi va hozirgidek chog'da o'ziga yaqinlashib bo'lmaydiganligini aytib, sirliq kulib qarab turdi. Mehrinsa xonimning nima demoqchi ekanligini tushunmagan Yüzbeshi ko'zlarini chimchiqlatganicha qo'shimisini turdi. Faqatla bilmadilar-ma. Boyumda qapti. Bundaq chaqda yaqin kasili bo'lmaydi. Bir ishga ta'xir qilsala amdi. Bu gapni olgan Saydulla Yüzbeshi chayon chaqqandek andikdi. Burun uchini qushshoq tar bosgan Saydulla Yüzbeshi duduqlabqani so'rdi. Rost odamsiz? Chaq qilmayotgansiz, ha? Mundaq ishningmi chaqchig'i bo'lamdi? Qaraganda xush bo'lmaydi kallada. Bu xo'sh bo'lish bo'lmaslik masalasi emas. Siz ya mening amrimda bo'lmasangiz, uyda o'tiribli qo'saq ko'tirsangiz qanday bo'ladi? Mehrinsa xonim g'azabdan qonqib o'rnidan turib ketdi. Ko'tirdigan qo'saqni ko'tirib bo'lganda bundaq desilari qanday bo'ladi? Amirlarda emasligimni bilib yotganda bilmamdilar. Hozir amirlarda bo'lmasam, ata yoki o'gin bo'lsam bo'laverdi. Bu sizlar uchun tas ish emas. Faqat xotinlardan birisi ko'paydi, xolos. Chechilmay turing, ha. Sizni amrimga elish tas ish emas. Lekin cho'ng xotinlik martabasi beramayman. Bilasiz, cho'ng xotinim Mingbeshining a'tiborli qizi. Kichkimo shu uydan kelgan dedik. Sizga kim sizlarga cho'ng xotin bo'laman debdi? Mushu bolaga ega bo'lib, maydalariga mushtilab chiqalaydiganlar bo'lsalar, bugün amirlarga elib, atsiz qo'yasizlarmi? Men rozi. Sizlarni hargiz tanqid qilmayman. Baribir bu ikkimizning bolasi. Meni bu bola bilan qiyin kunda qo'ymaydiganlar. Gap qo'shunda bo'ladi. Keyin jidal qilsangiz qana qilaman, ha? To'xtang. Qachon qapti bu yozda? Hozir qanchalik bo'ldi? Yüzbeshining oxirgi savolini olgan Mehrinsa xonim sal o'ylangan qiyofatga kirib olib javob berdi. Tepning deyishcha, bir oylik bo'lgan o'xshaydi. Shundaq dedi. Ikki oylikdan boshlab qo'rsoq yo'g'inashga boshlaydi deydi. Men tunji qo'rsoq ko'tarishim mushu bo'lgan ekan, bak bilib ketmaydi ekanman. Rastilla shundaq bo'lib, kelar oydan boshlab qo'rsoqim yo'g'inig'ili tursa, men bu mahallada yuzimni ko'tarib yuramayman jumu. Shunga tezroq tutish qilib mushapti ichida to'yimizni qilmasak bo'lmaydi. Bu gap Yüzbeshining judonini o'rlatib qo'ydi. U das o'rnidan turib, choponining tugmalarini atkash dedi. Bu balni to'g'sangiz bo'lmaydi. To'g'man deb turvasangiz, hammaning beshiga pitsalsiz. Menmi sizni amrimga olmayman. Xeli ishlarga dedingiz ba ayolsiz. Bir amal qilib balni tushirib eding. Bu gapni olgan Mehrinsa xonim nozliq kulkusini o'chirib, bo'r terisini kiyibla chachrab o'rnidan turdi. Shundaq desalar tugaydigan ishmi bu? Seni bilmay yurganlar bilan hozir talada tili chiqqanning hammasi ikkimizning xufiyan munosabatimiz ham bo'yimda qolganligini deyishib, gap to'shib yuriydi. Hamimcha qiynatlar bilan ikki xotinlarimi bu ishlarni bilib bo'ldi. Bu balani tug'sammi, tug'masammi, sili meni osillarimi, ommasillarimi baribir tarqaldigan gap tarqalib bo'ldi. Eng yaxshisi men degandek qilsizlar. Biz bu japalarni tang yengib, hammaning eg'zini aytidiganga chor topalaymiz. Mumkin emas. Men siz bilan hargiz to'y qilolmayman. Mumkin emas. Mening sizlarga tekkan. Xiyollarda nima chotsa qo'yotganliklarini meni bilmaydi deb qilmasizlar.
Seyitbayning kichkina qiziga ko'zlari tushib, shu qizni kichik xotinlik so'rmoqchi bo'lib turganlarni. Agar Seyitbay qizini bagil unumasa, Qambarni Saxina bilan Naman Cho'loqning o'lim ishini qayta so'rab chiqib, gunohini Seyitbayga döngab, uni hapsiga oldirib, andin zo'rlik kuchi bilan uning qizini ham mol dunyosini tatib olmoqchi bo'lganlarini men bilmay qolamanmi? Unutib qolmasalar 105 janoblari. Kamina yana tegidagi yılanning ko'shiginini tuyib turadigan xotinman. Kulib yursam odamga o'xshiganim bilan ochchig'im kasi qo'limdan har balo keladi. Shunga o xiyollarni joyida yig'ishtirib qo'yib, astag'ina mening yuzimni yo'riq qiladiganning ko'yiga kirsilar. Hech kimga demagan faqat xufiyoni surgan xiyollarning, o'z oldiga tuzgan planlarning Mehrinsa xonim tarafidan ochiq oshkora sezilib qolganini bilgan 105ning chiroyi bilinarlik tatardi. Masalani jidal va yoki qo'rqitish usuli bilan hal qilib bo'lmaydiganligini tushungan 105 zo'rg'a kuldi. Bayq paylidan yenib, ostog'ina Mehrinsa xonimning yoniga keldi va uning qo'lini tutib turib dedi. O'ttirimizda deyishkil bo'lmaydigan gap yo'q. Shundaqqa, aldirab ochiqlanib ketmang. Men qaytib berib, yaxshiroq o'yinib baqay. Bu ishni uydagilar qandoq deyishning o'zimi bir masala. Buni qandoq deyishdan ansir misolama bo'ladi. Sala degan masalari men o'zim berib deyman. Mehrinsa xonimning ma'nili kulkisidan barli beshamlik qilib olamni beshimga keysam, unisimi o'naydi, unimisimi o'naydi deganimni qilmagacha bo'ldi qilmayman degan ma'no chiqib turadi. Xonimning noz karashmalariga oldinib, bilib bilmayli qiltoqqa tushib qolganligini his qilgan 105 chandurmaslikqa tirishdi-yu, dardini bir o'zi bildi. Qodduslanqa o'zi bilan o'zi plan qilib, Mehrinsa xonim miras ayriganda Sudumma xonimga tagmish qilib bergan yer va tirik mollarni oz-ozdan setib yig'ishtirib, pulini odulliq sanduqqa to'kdi. Lekin bu ishni hech kimga, hatto Sudumma xonimning o'ziga tinmadi. Garchi shu kunlarda qanchalik dakki-dukki ichida o'tgan bo'lsa-mu, bu yerdagi tortishadigan narsalarning hammani yig'ishtirib, Sudumma xonimni elib yiroqlarga ketish. Mehrinsa xonimning heli nayrang, sur hayvonlarga to'lgan turmushidan yiroqlashib, erkin ozodi yashash orzusi uni hamma ishga tavakkul qilishga ilhomlantirib turadi. Qodduslanqa ilgari o'zi kiygan, hozir ko'nrab kiyguchilik qilmagan bir paxtliq chopanining ikki yangini sökib, bir yangini qoq o'ttirdan kesib ikki parcha qildi. Ondan har bir parchaning bir tarafini mazmut yeb o'tkazilgan yangni bilan necha qot tikib, ikki yangda jami 4 dona kichik xalta tayyor qildi. Ertasi kechda bir kim diqqat qilmagan vaqtdan foydalanib, xaltalarni otxonaga ep chiqdi-da, o'zi ko'zlab nishonlab qo'ygan chilan to'riqning putlariga paxtliq xaltalarni birdan kiygizib bog'lab, ondan otni orq o'ylida u yoqdan bu yoqqa yetalab baqdi. Bu amalning obdalla asqatadiganligini, yo'lga chiqar chog'da mush narsani otning putiga kiygizib bog'lab olsa, ot chapqanda tuyoq tevishi chiqolmaydiganligini yakunlagan Qudduslanqa topgan amalidan so'yinib ketdi. Hamda u narsalarni hujrasiga akirib, Sudumma xonim bayqamaydigan bir yerga yo'shirib qo'ydi. Yarim kecha bo'p qolganiga qaramay, faqatla uxlayolmagan Qudduslanqa kalta chopanini yipinchoqlab sirtqa chiqdi. O saroy kaynidagi o'ydining hujralar qatoridan o'tib bog' tarafga ketayotganda, kimdir birisining shab chiqamay asta yiqilib kelayotganligini ko'rib, qo'qqonidan suvona tutilib, tamga chaplashib qoldi. Untekin studiyasi. Kelayotgan kishi oldi tarafdan chiqqan oyoq tevishini anglab, diqqatini shu yoqqa burab yiqilib keldi. Qo'qqonga qo'sh ko'rinibdi degandek, oldidagi yo'chun gavda o'ziga yiqilgan sir Qudduslanqaga bahayvat devidek ko'rinib, qo'rqinchini natcha silab qo'ydi. Gerçi hujralar qatori bosh to'rikiga eslagan bir dona kirsin chiroq har kecha o'chirilmay yeniq beti tursimu, orliq sal yiroq. Uning ustiga atrof qorong'u bo'g'achqa faqat uy, eshik, to'rik va gavdani ilg'i qilib bo'ladi-yu. Kishining chiroyini to'nib, kim ekanligini jazm qilib bo'lmaydi. Yo'chun odam Qudduslanqaga chaplashib turib, uning yoqasini ikki qo'llab bo'g'di. Ondan intayin past va tonish ham notonish ovozda:
sening Qudduslanqa ekanligingni bilaman. Sen bilan hech qanday o'ch adovatim yo'q. Ha? Shunga sana nijotlik yo'li beray. Hozirli bu uydan ket.